Tinglayotganingiz FM 98 to'lqinida Farg'ona radiosi. O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga muhtoj shaxslarni protexa moslamalari va reabilitatsiya qilishning texnik vositalar bilan ta'minlash tartib-taomillarini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiradi. Shuningdek, ba'zilarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan muhtoj shaxslar uchun yanada keng imkoniyatlar yaratildi. Mikrofonimiz oldida Ijtimoiy himoya milliy agentligi Farg'ona viloyat boshqarmasi matbuot kotibi Davlatjon Polvonov. Katta o'zgarishlardan biri davlat tomonidan kafolatlangan tarzda ta'minlanadigan protez moslamalari va reabilitatsiya vositalari ro'yxatining kengaytirilgani, ya'ni 30 tadan 38 taga yetkazilgani bo'ldi. Endilikda bolalar uchun kreslo aravacha, elektron skuter, funksional karavot, maxsus matras, tibbiy tuvak, ko'tariluvchi kreslo aravacha, maxsus yurish moslamasi hamda bionik qo'l protezi ham davlat tomonidan kafolatlangan tarzda muhtojlarga taqdim etiladi. Yangi turdagi reabilitatsiya vositalariga 1 yil davomida o'rtacha 21.900 ta ehtiyoj kutilmoqda. Aytingchi, mazkur jihozlar uchun davlat byudjetidan qancha mablag' yo'naltirilishi rejalashtirilgan? Mazkur jihozlar uchun davlat byudjetidan qo'shimcha 68,4 milliard so'm mablag' yo'naltirilishi rejalashtirilgan. Mazkur qaror bilan ro'yxatga yangi kiritilayotgan protez moslamalari va reabilitatsiya vositalariga shaxslarning muhtojligini aniqlash bo'yicha tibbiy ko'rsatmalar ham tasdiqlandi. Shuningdek, inson markazlari binolarida tadbirkorlar tomonidan reabilitatsiya vositalari ta'mirlanib, qayta foydalanish tartibi joriy qilindi. Bundan tashqari 5 va undan ko'p marotaba protez moslamasi yoki reabilitatsiya vositasini muhtoj shaxslarga o'z vaqtida yetkazib bermagan tadbirkorlarni tegishli reyestrdan chiqarish va qayta kiritish asoslari mazkur qaror bilan belgilab berildi. Bu viloyatimiz aholisi uchun ham katta imkoniyat. Ro'yxatga yangi qo'shilgan jihozlar uchun viloyatimizda yiliga o'rtacha 1.8 mingta ehtiyoj seziladi. Bu degani shu vaqtgacha 1800 nafardan ziyod muhtoj inson bu moslamalarni o'z mablag'lari evaziga sotib olgan. Lekin o'sha sotib olingan mahsulotning sifati, narxi va yetkazib berilishi baribir so'roq ostida bo'lgan, ya'ni muhtoj inson tavakkal qilishga majbur bo'lgan. Endi davlatimiz bu jarayonni ham tartibga solmoqda. Muhtoj shaxslarni zarur protez moslamalari yoki reabilitatsiya vositalari bilan kafolatlangan tarzda ta'minlashni o'z zimmasiga olmoqda. Demak, ushbu qaror birgina Farg'ona viloyatida har yili qariyb 2000 nafar insonning hayotini yengillashtirishga xizmat qilish bilan ham ahamiyatlidir. Eslab o'tamiz, suhbatdoshimiz Ijtimoiy himoya milliy agentligi Farg'ona viloyat boshqarmasi matbuot kotibi Davlatjon Polvonov bo'ldi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Dasturlarimiz davom etadi.